O'tgan sonda buyuk Mustafa Kemal Atatürk'ning hayoti, siyosiy yo'li va qilgan islohotlari haqida batafsil gaplashgan edik. Biz hozir hammamiz biladigan va bizani har tomonlama hayratga soladigan demokratik, iqtisodiy va dunyoviy jihatdan muvaffaqiyatga erishgan Turkiyani poydevorini aynan u 100 yil oldin qurishga ulgurgan. Atatürk kabi buyuk rahbarlarning mehnat natijasini kelajak avlodimizga yaxshilab tushunishi uchun ozgina vaqt kerak bo'lsa ham, lekin ularning qilgan sa'y-harakatlari odamlar uchun xizmat qiladi. Davlatni rivojlantiradi va jamiyatni mustahkamlaydi. Lekin ammo tarixda nafaqat yaxshi islohotchilar, balki diktator deb ataladigan juda ham vahshiy, shafqatsiz va aqldan ozgan hukmdorlar ham ko'p bo'lgan. Sizni eng aqldan ozgan diktatorlar klubi nomli yangi rubrikamizga taklif qilaman va bu rubrikamizning birinchi sonini o'z dushmanlarini yeb, ularni go'shtlaridan boshqalarga taom tayyorlatgan, odamlarni timsohlarga yedirgan va butun mamlakat bo'yicha maktab va tish doktorlari faoliyatini taqiqlagan, saroy va hatto o'zini kiyimlarini oltin va olmosdan bezatib, bu uchun Ginnes rekordlar kitobiga kirgan Afrikaning bir hukmdori boshlab beradi. Demak, o'rningizga yaxshilab joylashib oling. Agar mabodo ovqat yeyotgan bo'lsanglar, hamma ovqatni chetga surib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Chunki bugun biza birgalikda tarixning eng qorong'u sahifalariga sho'ng'ib kelamiz. Boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Markaziy Afrika Respublikasi Afrikaning yuragida joylashgan 6 millionga yaqin aholiga ega go'zal davlat. Markaziy Afrika Respublikasi uran, neft, oltin va olmos konlariga boy. 19-asr oxiridan boshlab mamlakat 1960-yilda mustaqillikka erishdi. Markaziy Afrika Respublikasi uchun yangi imkoniyatlar va yangi tarix boshlanishi arafasida bizning yovuz qahramonimiz Jambedel Bakassa paydo bo'ladi. Bakassa unchalik boy bo'lmagan qishloq oqsoqolining oilasida tug'ilgan. Otasi fransuzlar tomonidan otib o'ldirilgan. Onasi esa bunga chidolmay o'z joniga qasd qiladi. 6 yoshida ota-onasidan ayrilgan bo'lajak imperator uni ruhoniy bo'lishga tayyorlagan qarindoshlari tomonidan tarbiyalangan. Jan fransuz qo'shinlariga xizmat qilgan. Avvaliga Kongoda jang qilgan Bakassa 1944-yilda Yevropaga ko'chiriladi. Keyinchalik Senegaldagi ofitserlar maktabini tamomlaydi. 1950-yillarda esa Vyetnam urushida qatnashadi. Aynan Vyetnam o'rmonlarida uning hayotini o'zgartirib yuborgan voqea sodir bo'ladi. Bakassa Vyetnam partizanini o'ldirib, uning jigari va yuragini yeydi. Safdoshlariga u bu qilmishini odamning jasoratini o'ziga olish uchun qilganini aytadi. Shuni ta'kidlash kerakki, Afrikani ba'zi bir davlat va xalqlarida agar odam dushmanini ichki organlarini iste'mol qilsa, u xuddiki yana ham kuchliroq bo'lib, hatto o'sha dushmanning ham quvvatini olib qo'yishi mumkin degan qarashlar mavjud. Harbiy xizmatdan so'ng u 1960-yilda mustaqillikka erishgan vataniga qaytadi. Bakassaning amakivachchasi David Dako Markaziy Afrika Respublikasi prezidentiga aylangan edi. Dako qarindoshini polkovnik unvoniga ko'taradi va qurolli kuchlar qo'mondoni qiladi. Ammo keyinchalik ular o'rtasidagi qarindoshlik aloqasi unchalik ham kuchli emasligi ma'lum bo'ladi. 1966-yilda Bakassa yangi yil arafasida davlat to'ntarishini o'tkazadi va prezident o'rnini egallaydi. U parlamentni darhol tarqatib yuboradi. Konstitutsiya endi amal qilmaydi. Mamlakat qonunchiligi sezilarli o'zgarishlarga uchraydi. Bakassa o'zini avval umrbod prezident deb e'lon qiladi. Keyinchalik esa respublika marshali bo'lishga qaror qiladi. Ammo bu unga yetarli emasdek tuyulib, uni imperatorlar deb chaqirishlarini xohlab qoladi. Mamlakatda Bakassa davrida o'rta asr tartiblari hukmronlik qilgan. Shafqatsizlik va terror odatiy holga aylangan. Kichik qoidabuzarlik uchun Markaziy Afrika Respublikasi fuqarolari qattiq jazolanganlar. Kimdir 2 marta qonunni buzsa, quloqlari, 3ta uchun qo'llari kesilgan. Maxsus xizmatlar o'zgacha fikrlaydigan har qanday insonni ovlashgan va Bakassa ularga qarshi kurashda shaxsan qatnashgan. O'z navbatida afrikalikning bu qonli hukmronligi g'arbni unchalik ham tashvishga solmagan. Misol uchun fransuzlar Bakassaning sodiqligidan mamnun bo'lishgan. U hokimiyatni qanday yo'l bilan ushlab turganini esa ularga ahamiyati bo'lmagan. Shu bilan birga Bakassani eng vahshiy va aqldan ozgan diktatorlardan biriga aylantirgan ixtiros bu albatta uning odam
odamlar go'shtiga bo'lgan muhabbati desak ham bo'ladi. U yoshligida Doris ismli qizni sevgan. Talaba qiz Bakassa bilan uzoq vaqt uchrashgan va jiddiy niyatda bo'lgan. Bakassa sevgilisi Dorisni uxlab yotganida bo'g'ib o'ldiradi va yeydi. O'sha yillarda fransuz gazetalari Bakassaning so'roq protokollaridan parchalarni chop etishgan. Men uning shirin go'shtini, ayniqsa jigarini va yuragini iste'mol qilishdan zavqlanardim. Chunki bizning Afrika e'tiqodlarimizga ko'ra, bu sizning yanada jasoratli va jasur bo'lishingizni anglatadi. Qoshiq bilan men uning miyasini xom holda yedim. Ayol kabi aqlli va ayyor bo'lish uchun. Keyinchalik men uyga olib kelgan har bir yangi qizlarni nafaqat Dorisning, balki boshqa o'tmishimdagi qizlarning go'shtidan tayyorlangan bifshtekslar bilan mehmon qildim. Jan Bedelning o'zi insoniyatni shakarli cho'chqa go'shti deb atagan. Safarlarda u doim konservalangan go'shtni o'zi bilan olib yurardi. Oshpaz Bakassaning sevimli ovqatini bir necha oy davomida yangidek saqlaydigan usulni o'ylab topgan edi. Bir kuni Bakassa qadrdon Uganda Respublikasi prezidenti Idi Amin sharafiga tushlik tashkil qiladi. Idi Amin diktatorlar klubimizning yana bir a'zosi. U haqida men sizga keyingi sonlarda alohida ma'lumot beraman. Xullas, stolga qovurilgan taom olib kelinganda mehmon Idi Amin Bakassani maqtashga qaror qiladi va undan mamlakatingizda korrupsiyani tugatishga muvaffaq bo'ldingizmi deb so'raydi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, mamlakat korrupsiyaga botib ketgan edi. Buni qiyin joyi yo'q deb javob beradi Bakassa. Avvaliga men o'z unvonlarimga millatning otasi, oliy qo'mondon, pontifik, gurmanlar partiyasi bosh kotibi va o'rta masofaga yuguruvchilarning eng yaxshi do'sti unvonlarini qo'shib oldim. Aholi buni chinakam ishtiyoq bilan qabul qildi. Shunday qilib har doim dolzarb bo'lgan asosiy muammo tamomila hal qilindi. Pulni kimga berish kerak? Derazam ostida darhol o'z-o'zidan yig'ilish va namoyishlar boshlandi. Men ularni tarqatishni taqiqladim, ammo butun xalq quvonchi soyasida mendan porani, nima olishimni so'rashni unutishdi. Xo'sh, nimada olasiz deb so'radi faxriy mehmon Bakassadan biroz pauzadan keyin. Menga beriladigan pora bu pora beruvchilarning o'zi. Bugun ertalab shu pora beruvchilardan bittasi kelgan edi va u sizga juda yoqqanga o'xshaydi deya Bakassa go'shtga ishora qiladi va shunday deydi: uyalmang, mana o'zingizga yana bir bo'lak savoling. Biroz prezidentlikdan so'z. Bakassa 1977-yilda o'zini imperator deb e'lon qiladi. Imperator o'zini tantanali toj kiyish marosimi bilan Guinness rekordini yangilaydi. Minglab mayda marvaridlar bilan bezatilgan uzun toga keyinchalik Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan marvaridli poyabzal va burgut shaklidagi oltin timsollar bilan bezatilgan va ermin mo'ynasi bilan qoplangan 9 metrli qirmizi baxmal mantiya. Uning yonida 935 ming metal zar bilan tikilgan ko'ylakda va qirmizi libosda turmush o'rtog'i. Imperator tojida olmos bilan qoplangan burgut figurasi bor. Eng katta olmosning og'irligi 80 karat. Imperatorning bo'lajak rafiqasi uchun kichikroq toj. Fransiyaning eng yaxshi zargarlari tomonidan tayyorlangan tayoq va qilich. Ushbu marosim Napoleon Bonaparte va Josefinaning toj kiyish marosimini takrorlardi. Sevimli tarixiy qahramoni yashagan davrdan 50 yil o'tgach, Bakassa va uning rafiqasi Katerina taxtga o'tirishdi. Toj kiyish marosimidagi kiyim va zargarlik buyumlarining o'zi Markaziy Afrika Respublikasi xazinasiga 5 million dollarga tushdi. Aytgancha, bayram uchun kiyimlarning aksariyati Fransiyada ham tikilgan. Afrika monarxi uchun kiyimlarni Fransiyaning Gizelin firmasi tikib bergan. Bu firma qachonlardir Napoleon uchun kiyim tikkan va shu kiyimda u taxtga o'tirgan edi. Marosim uchun 2,5 million dollarlik taxt ham buyurtma qilingan. Imperator va uning rafiqasi Belgiyadan olib kelingan 8 ta oq ot baxmal bilan qoplangan va oltin bilan bezatilgan aravada yurgan bo'lsa, mehmonlarni so'nggi modeldagi 60 ta Mercedes-Benz avtomobillari olib ketishdi. Yangi imperator va uning rafiqasining toj kiydirish marosimidan so'ng mehmonlar hashamatli ziyofatga taklif qilindi. Stol kumush buyumlar va oltin bezakli tarelkalarga solingan mazali taomlarga to'lib toshgan edi. Desertga esa ulkan 7 qavatli imperator torti tortiq qilinadi. Uning ichidan bir nechta kaptarlar uchib chiqadi. 240 tonnadan ortiq oziq-ovqat va ichimliklar Yevropadan samolyotlarda olib kelingan edi. Bundan tashqari, taxminan 40 ming shisha sharob va yana 24 ming shisha shampanskiy dasturxonga qo'yiladi. Uni ustiga Shotlandiyadan diktatorning eng sevimli viskisi ham olib kelingan edi. Tantanali marosim xazinaga 20 million dollarga tushdi. Mamlakat byudjetining 3dan 1 qismi va Fransiyadan olingan barcha moliyaviy yordam ushbu tadbirga shunchaki ishlatib yuborildi. Marosim paytida Bakassa kiygan poyabzal Guinness
Ginnes rekordlari kitobiga dunyodagi eng qimmat poyabzal deb kiritilgan. Bakassaning toj kiyish marosimi u havas qilgan Napoleon I ning toj kiyish marosimiga ko'p jihatlari bilan o'xshab ketardi. Bakassaning 18 ta rasmiy xotini bor edi. Ular unga 77 ta farzand tug'ib berishgan. Uning eng sevimli xotini u bilan taxtga ko'tarilgan Katerina bo'lgan. G'arb ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Bakassa o'z farzandlarini saroydagi boshqa bolalar bilan aralashtirib yubormaslik uchun ular tug'ilganda har biriga o'z tasviri tushirilgan oltin nishon sovg'a qilgan. Mamlakatning juda ham past turmush darajasi toj kiyish marosimi va imperator saroyini ajoyib hashamati bilan butkul qarama-qarshi bo'lgan. 1977-yilda mamlakatda 43 ming aholiga bitta shifokor va butun Markaziy Afrika imperiyasida bitta stomatolog, ya'ni tish doktori bo'lgan. O'zining hashamatli turmush tarzi ortidan bo'shab qolgan byudjetni to'ldirishni istagan Bakassa g'alati bir farmon chiqaradi. Unga ko'ra, poytaxtdagi yagona maktabda o'qiyotgan barcha yalangoyoq o'quvchilar bundan buyon faqat maktab formasida darslarga kelishlari kerak edi. Ammo ularning ota-onalari hatto darsliklarni sotib olishda qiynalishardi. Aksariyat oilalarni forma sotib olish uchun umuman puli ham bo'lmagan. Buni ortidan maktab o'quvchilari norozilik namoyishiga chiqishadi, lekin bolalarga shafqatsiz munosabat ko'rsatiladi. Shu kuni 200 nafar o'quvchi avval qiynoqqa solinib, keyin o'limga mahkum etiladi. Qatlda Bakassaning shaxsan o'zi qatnashadi. Ammo vaqt davomida uni harakatlariga ortiq toqat qilib bo'lmasligi ayonlashib borardi. 1979-yilga kelib Parij Markaziy Afrika imperiyasida nimalar bo'layotganiga ko'z yuma olmasligi va hukumat Bakassani qo'llab-quvvatlashi Fransiyani tashqi siyosatiga putur yetkazishi mumkin degan xulosaga keladi. Parij uchun eng so'nggi tomchi Bakassa maktab o'quvchilarini shafqatsiz qatag'on qilgani bo'ldi. Ko'p o'tmay odamxo'r imperator do'sti Liviya rahbari Muammar Kaddafini oldiga tashrif buyuradi. Bu vaqtda fransuz desanti Mar poytaxti Bangiga kelib to'xtaydi va 13 yil oldin ag'darilgan prezident Dako rejimini tezda va hech qanday qon to'kilishsiz tiklaydi. Bakassa ag'darilganidan so'ng uning muzlatkichida inson tanasining qismlari topiladi. Sobiq imperatorning oshpazi uni o'lim bilan qo'rqitib, odam go'shtidan ovqat tayyorlashga majbur qilishganini aytadi. Aytilishicha, bir kuni diktator Bakassa o'z vazirlaridan birini o'ldirib, undan tushlik tayyorlashni va qolgan vazirlarga yedirishni buyuradi. U vazirlarga nima yeyishayotganini avval aytmaydi. Taom sobiq hamkasbidan tayyorlanganini vazirlar kechki ovqatdan so'ng bilishadi. Bakassa va uning rafiqasi mamlakatga qaytib kelishmaydi. Uning ikkita hashamatli villasida fransuz askarlari pornografiya mahsulotlari, o'nlab ulkan olmoslar, shuningdek muzlatkichda odam qoldiqlari va Bakassa timsohlarga tashlashni buyurgan odamlarning suyaklarini topishadi. Bakassa Parij yaqinidagi hashamatli uyda yashashni davom etadi. Ammo 1986-yilda ona yurtiga qaytib, sud qarshisida turishga qaror qildi. Sobiq imperator sudyalarni odamlarni yemaganligiga va inson tanasining qismlarini muzlatkichlarda omad uchun saqlaganiga, ulardan hech birini yemaganiga ishontirishga muvaffaq bo'ladi. Garchi u kannibalizmda aybsiz deb topilgan bo'lsa-da, boshqa ayblovlar uni o'limga hukm qilish uchun yetarli edi. Biroq bir yil o'tgach eng yuqori jazo umrbod, keyin esa 20 yillik qamoq jazosi bilan almashtirildi. Diktator 1993-yilda mamlakatda e'lon qilingan umumiy amnistiya natijasida ozodlikka chiqariladi. Bunisi ham holva. Bakassa kun kelib katta siyosatga qaytishga qaror qiladi va hammaga u vegetarian bo'lganini va endi hech qachon go'sht yemasligini e'lon qiladi. G'arb politexnologlari uni g'alaba qozonishi mumkinligini bashorat qilishgan, lekin 1996-yilda Bakassa infarktdan vafot etadi va yaxshiyamki o'z rejalarini amalga oshira olmaydi. Uni hukmronligi mamlakat uchun izsiz o'tmadi. 50 yildan ortiq vaqt davomida mamlakat fuqarolar urushlari va mojarolar orasida mamlakat iqtisodiyoti vayron bo'ldi. Ta'lim va tibbiyot deyarli yo'q. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, respublika dunyodagi eng qashshoq davlatlar qatoriga kiradi. Shunaqa qilib, bugun men sizga aqldan ozish darajasida bo'lgan Bakassa haqida qo'ldan kelgancha hikoya qilib berdim va qahramonimiz misolida diktator so'zini ham ma'nosini tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin va albatta o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Miya pichoqmas, lekin chaqlasa bo'ladi. Meni ismim Mahmud, bu xuddi shunday kanali. Keyingi sonlarda ko'rishguncha so'rab qo'ying hammani.
xayr. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa naval. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.